Bugungi videomizda Toshkentdagi Chang'an yuk mashinalarini sotadigan Sardor Avto Invest avtosaloniga keldik. Bahodir aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Rahmat. Labo Chang'anlarni sotib charchab qolmadinglarmi? Ha, Aka, yaxshi. hammaga Savdo. qiziq bo'layotgan savol. Chang'an mashinasi haqida xarakteristikasi, to'lov turlarini tushuntirib bersangiz. Yaxshi. Yaxshi savol deydi-ku. Xo'p. Chang'an KYC zavodining ofitsialniy dilerimiz Sardor Avto Invest. Chang'an KYC Labo avtomobillarimiz hozirgi kunda haqiqatan juda ko'p, nima deydi, hamyonbop avtomobilimiz hisoblanadi va xaridi ham yaxshigina yoqsa sotiladi. Xo'p, bu avtomobilimiz yapon texnologiyasi bilan jihozlangan, ya'ni motor qismi Mitsubishi yaponskiy. Keling, yaqinroq kelsangiz ko'rsataman. Chang'an. Avtomobilimizda birinchi navbatda o'zgacha rangda jihozlangan ichki salon qismi. Buni qulayliklari, rullari elektronniy, konditsionerlari bor. Ko'ryapsiz, kunlar juda ham jazirama, hozir yoz sezoni kelyapti. Shopir ham maza qilib haydaydi. Xo'p, bezopasnost tarafdan, ya'ni xavfsizlik tarafdan ABS tormoznoy sistemasi. Xo'p, 5 tali 5 pog'onali mexanический korobka va juda kam xarajat mashinamiz, ya'ni 100 ga, ya'ni 100 kilometrga 7 borsa 8 litr benzin sarf qiladi. Xo'p, bortimizning uzunligi 3 metr 3.05, eniga 1.60, yuk ko'tarishi 2 tonnagacha. Ya'ni avtomobilimizni yopib turaman eshigini. Avtomobilimizning metal qismini baquvvatligi, eshiklarini ham tunuka emas, ancha baquvvat ishlangan. Undan keyin zo'r tarafi bor. Rama qismini, ya'ni yuk ko'tarishga, og'ir yuklarni ko'tarishga moslab ishlangani. Ya'ni ko'ryapsiz, shaklli va resor qismini mostni tepasida joylashgan. Tegida emas. O'shaning uchun ham bizning avtomobilimizning baquvvatligini metalidan, ramasidan, resoridan ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, to'lov turlariga keladigan bo'lsam, bizda hozirgi kunda hit продаж avtomobillarimiz bortining uzunligi 280 lik Chang'an Labo'yimiz va Chang'an Labo'yimizning 3.05 ligi. Xo'p, 280 lik avtomobilimizni 51 million bilan xarid qilsa bo'ladi, avtokreditga 5 yil muddatgacha. 3.05 avtomobilimizni 54 millionga xarid qilsa bo'ladi, xuddi shunaqa 5 yilgacha avtokredit sharti bilan. Ya'ni to'lovlari 3 million 900 va 4 milliondan oylik to'lovlari chiqadi. Kreditdan tashqari yana qanaqa to'lov turlari bor? Xo'p, kreditdan tashqari bizda hozirgi kunda muddatli to'lov, ya'ni xalq tilida рассрочка deyshadi. Boshqa avtosalonlardan farqi, bizning рассрочкamizni avtomobilni o'zini pulini bo'lib to'lashga beramiz. Ya'ni boshlang'ich 40-50% to'layapsiz, qolgan foizini 1 yildan 2 yilgacha foizsiz, peniyasiz bo'lib to'lashga beramiz. Bahodir aka, Chang'an Labo'larning yana qanaqa modellari bor? Xo'p, Chang'an Labo'larimizni Tentli, marhamat. Tentli avtomobilimizning orqasi eshikli, zashitkasi bilan, ichlari обшивка qilingan, chiroqlari qo'yilgan va buni ichida ham o'sha issiq sovuq ushlaydigan o'sha teplоизоляtsiya qilingan variantida bor. Va bu Tentli avtomobilimizning eshiksiz, ya'ni pardali varianti ham bo'ladi. Undan tashqari 20 tentli variantli avtomobillarimiz ham sotuvda hozirgi kunda mavjud. Va keyingi avtomobilimiz Chang'an furgon. Bu asosan tadbirkorlik sohasida ishlab chiqaruvchilarimizga yuk tushirishda, ya'ni yon tarafdan ham orqa tarafda ham mana eshigi bo'ladi. Orqa tarafdan tushirayotganda ham ancha qulaylik beradi. Bu avtomobilimizdan ham xuddi shunaqa orqa himoya qismi, ya'ni zashitkalari, ichlari обшивка qilingan, chiroqlari qo'yilgan holatda bo'ladi. Marhamat. Hop, ketdik.
Xo'p, keyingi avtomobilimiz modeli bu Chang'an refrigerator, ya'ni xolodilligimizni hozir yoz kuni issig'ida o'sha xolodilnikchasini yoqib olib, oziq-ovqat sohasida shug'ullanadiganlar buni qadrini yaxshi biladi. Ya'ni izotermический budka. Izotermический budka -5 gradus ushlaydigan va undan yuqorisini ham qo'ysa bo'ladi. Ichlari apishka qilingan va budkani qalinligiga e'tibor berasiz. 8 sm qalinlikda bo'ladi va bu o'sha issiq, sovuq, ya'ni jazirama yozda ham siz xohlagan mahsulotingizni nima deydi, sifatiga ta'sir qilmaydi. Ancha yordam beradi sizga. Bahodir aka, mashinalarni ko'rdik, zo'r ekan, sifatlari ham yaxshi ekan. Bu mashinalaringizga nima chegirmalar qilib berasiz? Xo'p, shu videoni ko'rib kelgan har bir mijozimizga o'zgacha taklif tayyorlab qo'yganmiz va bonus sifatida gaz balon, metan qo'yib beramiz.